Puli bor akalar, boz o'radigan joy keldimi deymanda, bundan zo'r lokatsiya, bundan zo'r joyda to'g'risi sizlarga topib bera olmasam kerak. Qorasuv shahrimizdagi Avazaga Shashlixonaga naprotiv joylashgan qo'shni bo'lib, konkurensiya bo'lib ishlataman desanglar, kafega va liboy turdagi ishlarga tandiq tayyor, biznes tayyor, jerimizda arendaga beramiz. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim, hurmatli mekandoshlar, jalbingizlar omonsizdormi? 1 so'mda 2 so'm qilam deb Rossiyaga boraman deb turgan do'stlarim, niyatinglardan qaytinglar. Qorasuv shahrimizda shunday bo'lgan tayyor biznes chiqib qoldi. Biz uchurda Qorasuv shahrimizdagi sentralni katta tamojidan ildiy bosib kelganimizda, Xontian Xitoy bozoridan keyingilar 4 ko'cha masjidga yetmasdan Avazaga Shashlixonaga naprotiv joylashgan Muruntanlar shunday marojna, burger bo'lib, so'lni ishlab kelgan jerimizda bugun sizlarga arendaga beramiz. Do'stlar, mana bu lokatsiya, mana bu atmosfera zamonaviy stillarga ega bo'lgan, hozirgi uchurda kafega, burgerxona kelajotgan qishki yemoq sezonimizga yaxshi ishtiq vosi bo'laveradigan bo'lmay qolsa, xohlagan turlarda, misol bu yerda bitta yig'ishtirib olib, shunaqa xozmay, pozmay va boshqa turdagi ishlardan foydalansalar bo'lar ekan, xohlagan turlarda boshqa xohlaganicha shunaqa kelishmasa bo'laradigan. Olasizlar, mana bu bufetlar tayyor, o'zi 4,5 ming dollar olingan oxirgi qiyiqli modadagi marojna apparatlari, dislarmi, liboy narsani kelishvoramiz. Mana bu yerda dekorativni dizaynlar bilan, sharshalar bilan do'stlar, shundoqgina kelib maza qilib ishlatib ketasizlar. Razmerlari bu yog'i 30 metrga, bu yog'i 9 metrli. Bundan tashqari mana bu zdaniyamizni orqasida yana bir 3 metrga 8 metrli zdaniyamiz ham bor ekan. Buni ham teshib qo'shib yorsa, zimniy holatda kafe qilsa bo'ladigan. Bo'lmay qolsa, mana bu orqa tomondan qo'tlari bor ekan, orqa kanalni bo'yidan ham juda ham katta yerlarimiz bor ekan. Xohlasalar u yoqda basen, shunga o'xshagan bir biznes qilib, bu yerga choyxona qilib, xullas ham ishlataman desalar, eng asosiysi Qorasuv shahrimizda eng o'nigib qolgan ovqatxona deb qo'ysa ham bo'ladi, ovqat tochka deb qo'ysa ham bo'ladi. 4 ko'chaning naq sentri yo'lni bo'yidan shunday bo'lgan pomisheniyamizni arendaga beramiz do'stlar. Xullas, bu yerni sotib olsanglar, men bilishimcha, bahordan 1 yildan keyin surbetdan chiqib ketgan narsa bo'lmaydigan, bemalol dogovorlar qilib, uzoq yillarga, uzoq muddatlarga gaplashib olsanglar bo'lar ekan. Yomon ko'p gapirib yubordim. Vobshe telefon nomerlarini desanglar, oshgan bilan gaplashib olinglar do'stlar. 0554 80 03 07 Nag'i bir nomerlari 0550 19 14 71. Do'stlar, o'sha nomerlarga yangiroq qolsa, mana bu tayyor marojnaxona, gamburger xonaga tayyor bo'lsa, mana bu yerda qaranglar, отдельный joylari bor ekan. Bu yerga yana pedestroykani qilib, zimniy holatdagi Shashlixona, Pashlixonani ham qilib bo'lar ekan. Ular yo'lam egasi bilan gaplashib olinglar. Hammamizga shunaqa 1 so'm, 2 so'm qilib, yaxshi ishlar qilib yurishni nasib qilsin. Alsatga kanalimizga eldin, jana sizning xizmatingizda.